Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmetli qarindaşlar, Din ve Hayat namlı programımızga diqqat itibarыңlarni bergiňlarni qızgın qarşı alamiz. Programımızın bugünkü bölümünde İslamda qarindaşlıkka haqqında toxtalymyz. Men qarindaşyňlar Abul Qasim Ahmedi, programımızdaki bugünkü ez mehmeni Ustaz Siray Najim boludu. Programımız üçün qimmatli vaqtni taqdim qilgan Ustaz Siray Najimga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Ustaz Siray Najim bu islomdagi qo'shnichilik haqida tushuncha bergan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Bu islomda qarindoshlik degan bu hukm keng doiradagi bir hukm. Buni islomda qarindoshlik, do'stlik, o'zaro bir-biriga bo'lgan samimiyat, sadoqat har xil hukmni bildiradi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bu qarindoshlikni, mu'minlarning qarindoshligini ko'rsatib, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum degan oyat mashhur sura Hujuratda. Bunun ma'nosi bütün dünyadaki mu'minlar, musulmonlar qarindosh, bir-biriga do'st, bir-biri bilan ulfat bo'lishga loyiq kishilar. Bularning o'rtasida ba'zi igizpastlik, adovat bo'lib qolsa, bularni isloh qilinglar degan. Demak, islomda qarindoshlik pek muhim va asosli o'rinni egallaydi. Din qarindoshligi hammadan muhim. Ya'ni do'st insonlar o'rtasidagi muhabbat, do'stlik, aloqa, munosabat pek keng doirada. Ammo biz bu yerda iroda qilganimiz xususan musulmonlarning, mu'minlarning o'rtasidagi do'stlik haqiqiy islom qarindoshligi, din qarindoshligi va mushu birinchi asos. Ve şunun tarqalgan başka dostluklar ve şunun asaslık dostluklarının hammasini sözleş mümkün. Yani bu İslam'daki dostluğun asası, yani bu insanların oturdaki münasebet, insanların oturdaki alaka ve insanların turmuşu en yaxşı revişte, hatırcam, köngüllük ve her xil kıyınçılıklardan, köngülsüzlüklerden yarak kaldığı bir hayat turmuşunu ötküzüş için birinci biz hacet bulduğun en mühim olan mesele benim şu qarindoshlik. To'g'ri, bu ilmonning so'zi varken qarindoshlik imonning jonliq ruhi, qarindoshlik eng katta ne'mat. Qarindoshlik bo'lsa sharaf va izzat. Bu qarindoshlikka sal qarash imonning noqisligi, qarindoshlikka sal qarash xorliq, qarindoshlikka sal qarash ağır ziyonliq. Tarixga qaraydigan bo'lsak, Mekke'de tunji islom kengayotgan vaqtlarda musulmonlarni taraf-tarafdan har xil bo'zaqlashlarga uchragan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu vaqtda jiddiy bir harakat qo'llanib, sahabni o'zaro qarindoshlik o'rnatgan. Bo'lib Madina Munawwaraga hijrat qilgandan keyin cho'ng g'oyaga yetish uchun islomni ve Müslümanların izzet giriştiriş için bunun birinci kademi qarindoshlikning boshlanishini ishorat qilib Peygamber sallam darhol muhacir ensarlarning o'tirisini qarindosh qilib bekitgan ekan. Bugungi kunda atrofimizga qaraydigan bo'lsak, musulmonlar hamma yerda davlatga, alhamdulillah, yani islom kengaydi, musulmonlar hamma davlatga bordi, lekin musulmonlarning hamma davlatda echinishlik ahvollari hammamizni rahatsiz qiladi. Yani bununki ulamalar aytgan, bunda holat kelib qolishning bir qancha sabablari bor. Buning muhim sabablarining biri qarindoshlik masalasiga sal qarashlik. Hozir hamda bu qarindoshlik masalasi jumladan o'zimizda bu qarindoshlik masalasida nurg'unlagan masalalar bor. Atrofimizdagi do'stlarningki qarindoshlikka qaraydigan bo'lsak, buningda nurg'unlagan isloh qilishga ehtiyoj bo'lgan ko'plagan talablarni ko'ryapmiz. Yani musulmonlar qachoniki shu qarindoshlikni isloh qila olsa, qarindoshlikni kuchaytira olsa, qaytadan qarindoshlikqa bir nazar qilib chiqib qarindoshligimizni qaytadan boshlay olsak, inshaalloh qolgan boshqa ishlarda g'alabaga erishib bo'ladi. Bu bugungi kunda hozir shu qarindoshlik asosan sodda bir tushuncha bilan faqat mol dunyoga bog'lanib qolgan.
kichikkina bir payda bo'lib qolsa, payda qilgan ayol bilan do'stlashib ketgan, kichikkina bir paydadan mahrum qolsa, do'stlikdan ketishib ketgan. Shu ulamolarningki bu qarindoshlik iymonning jonliq ruhi deyishning sababi nima? Bu iymonning ifodasi shu qarindoshlik qurilgan gapkan. Yani bir qarindoshlik katta ne'mat. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha oyatda bu haqda buning ishorat qilgan, bo'lib Alloh taolo sizlar o'yinda bir ezib nimaning girviga kelib qolgan edinglar. Alloh taolo hammanglarni shunda nim bilan qarindosh qildi, sizlarni do'zaxdan qutqazdi degan oyatlar bor. Qarindoshlik bu sal qarash iymonning bu ojizligi, noqisligi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda o'zining qarindoshiga yaxshi ko'rgan narsani o'ziga öz nefsiga qarindoshiga nima yaxshi ko'rsa shuni yaxshi ko'rmoqlik bo'lmaydi. Ya'ni iymon kamil bo'lmaydi. Demak, qarindoshlik sal qaraldi ekan, unda odamning iymon naqis degan ishorat chiqqan ekan. Qarindoshlikqa sal qarash xorliq endi. Bu yuqori deyilgandek, hozir buning misolini bilan o'zimiz jamiyatni ko'rib olaymiz. Sal qarash, sal qaradik, xorliq keldi. Qarindoshlikqa sal qarash og'ir ziyon. Bu dunyolikdan ziyon, oxiratdan ziyon. Darsimizning keyingi kelimalarida to'xtalamiz. Bu qarindoshlikqa ahamiyat bersak, dunyoda iz bo'lgandan sirt, oxiratda Allohning arshining ostida hech qanday bir soy yo'q yerda o'tirganligiga hadislar ishorat qilingan. Endi mushu do'stlarimizningki hozirgi mushu qarindoshlikqa sal qarash illatlarga jumladan o'zimizdagi buni qanday qilganda isloh qila olamiz? Bu haqda bir endi shu eng muhim masala zodi bu qarindoshlik. Mayli islomiy qarindoshlik va boshqa manfaat qarindoshligi bo'lsin, zodi bu qarindoshlikning haqiqiy mohiyatini başta biz musulmonlar tushunishimiz lozim. Yani biz bu yerda bu programni qilib bizdagi qarindoshlikni aytib yaxshi, ammo bizning boshqa qarindoshlarning qarindoshligida masala bor deganlik emas. Bu vaqtdagi vadakkir fa inna zikratan fa'al mu'minin degandek, başta biz o'zimizga nasihat qilamiz. Haqiqatan bu qarindoshlikning islomdagi o'rnini tushunishimiz lozim. Yani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mashhur hadisi var. Allah qiyomatda Allohning üzünün sayesinden, erisinin sayesinden başka sayı yok vakitte mahşer günüse 7 türlük insanğa üzünün sayesinin sayı biridir deydi. Bu 7 türlük insanın şu birisi şundak Allah yolunda birbiri bilen dostlaşkan, qarindaş bo'lgan ve Allah yolunda birleşken ve Allah yolunda ayrılgan kişilerge Allah şu kıyamette hiç qanday sayı yok yerde sayı biridir deydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Erişinin etrafında şundak minberler var, nurdan. Bu yerde insanlar var, bu insanlarınki kiyimleri mi nurdan, çırayı nur, hem bir tarafı nur degende, bizge süpetlesen kimler o ya Resulullah degende, Peygamber Aleyhisselam, bula peygamber mi emez, şehit mi emez? Lekin ularının mertebesi şundak peygamberler ve şehitlerinin mertebesi degen vaxtıda degen. Ama ular kimler bizge süpetlep versen ya Resulullah degende, Peygamber Aleyhisselam, bu Allah yolunda birbirinden dostlaşkan, qarindaş bo'lgan ve Allah yolunda bir kelgan, Allah yolunda birbirini ziyaret qilishgan, birbirini yo'qlashgan, birbirinin halini xabar edishgan insonlar degan. Yani bu derecede Peygamber Aleyhisselam'ın bu qarindaşlıkka bo'lgan muhim o'rni, qarindaşlıkning dunyo oxiratdagi o'rnini ko'rsatgan ahvolda biz bunga sal qarashimiz haqiqatan bizning iymonimizda ve biz işengen bu İslam, biz işengen bu dinimizde mesele varlığı ve bizim imanımızın azlıkını derek belirlendi. Şu sebepten biz bu qarindaşlıkka nayet köp ehemmiyet verişimiz ve bizim etrafımızdaki qarindaşlardan azrak bir mesele sadır olsun ya gep sözlü ilgisizlik olsun bunu şu Allah yolda geçirip bu benim dini qarindaşım, bu bizim dostlarımız bu aramızdaki dostlukni hiç qanday narsa buzanmaydı degan bir tushuncha bilan o'tirib chiqsak, bu ishlar hal bo'lib ketadi. Unda bo'lsa, bu qarindoshlikningki muhimligini bir qatim hammalarga eslatib o'tgan bo'ldik. Jumladan o'zimiz qayta bir bu vaqtda isloh qilish niyatiga keldik. Endi shu qarindoshlikningki adab axloqlari. Bu vaqtda biroz to'xtalaylik. Endi qarindoshlikning adab axloqlari desak, başta biz qarindaş bo'ladigan, do'st bo'ladigan haqiqiy do'stni tanlash lozim. Bunun birinci adabidan zaten biz kimler bilan do'st bo'lamiz, kimler bilan do'st bo'lmaymiz.
Yani adavatliş meselesi başka. Normal insani muamelede biz kimler bilen dostlaşımız degan vaqtida bunun bir qancha turli adabları ekan, aqalli biz bir aqlliq payda ziyanni biladigan, o'zining kimligini biladigan, o'zining dinini biladigan, do'st dushmanni farq etolmaydigan bir aqli o'sha joyida insonlar bilan do'stlashishimiz lozim. Halqadek ahmaq, jahil, o'zining kimligini tanımaydigan, do'st bilan dushmanni farq etolmaydigan, halqadek hatto ya onunga bir so'zlashsang, onun sana payda kelmaydigan, sen payda vereydisan, senin paydangni qabul qilmaydigan, bunday insonlar bilan do'st bo'lib bo'lmaydi. Shu sababdan do'stlikning birinchi sharti shu aql insonlar bo'lish, jahillardan yiroq turish demakchi. İkincisi, biz her qachon bir kishilar bilan do'st bo'ladigan bo'lsak, insonning axloqiga qarashimiz lozim. Yani men aloqa qilgan insonning axloqi qanday, bu insoniy muomalasi qanday, kishilar bilan muomalasi qanday, buni hal qilmasak, halqadek bir misollar bor-ku. Ülptün qavg'asi yishing bir narsa degandek. Shunga o'xshash biz bu shu do'stlashishda, haqiqiy islomiy qarindoshlikda axloqi yaxshi kishilar bilan ular bizni yiroq qolsa-mu, iloji va ularga yaqinlashib, ulardan foydalanishga, ular bilan do'stlashishga, qarindosh bo'lishga tirishishimiz lozim. Shu sababdan yaxshi axloqli kishilar bo'lish kerak. Onunkin bir taqvodor insonlar bilan qarindosh bo'lsak, albatta bunun hech bo'lmasa bizga manfaat kelmagan taqdirdami, uning ziyni kelmaydi. Hech bo'lmasa uningki yomon nachar axloqlaridan bizga özümüzü yoqturamaymiz. Şu asasda bu yani ölçemleri pek köp. Biz şunu qisqartsak, birinci aqlliq, ikkinchi yaxshi axloqliq, uchinchi taqvodorlik desek, taqvodorlikning ichiga nayt köp masalalar kiradi. Buningda kishilar bilan bo'lgan muomalada, muomalasi yaxshimi, boshqalar qanday muomala qiladi, halaqadek takabbur, boshqalarni mansitmaydigan odam bo'lmaslik kerak. Bu shunday nurg'un shartlar bo'ladi endi. Qisqasi bu haqiqiy turda qarindoshlikning adab axloqlari shuncha keng doirada bo'lsa-mu, biz endi buni murakkablashtirmasdan iloji va biz aramizda imkon bor biz boshqalar bilan bo'lgan do'stligimizni, rishtimizni chingitishga, do'stlashishga, haqiqiy bir musulmon qarindosh bo'lishga tirishishimiz lozim. Shu asosda bu do'stlikning adab axloqlarini shunchalik so'zlasak bo'lishi mumkin. Facebook bu ondaylar Twitter'da ko'raman, ba'zi do'stlik haqida, qarindoshlik haqida, qarindoshlar har xil narsalarni yozib yo'llab. Uning ko'pincha zaten to'g'ri. Ana shuni hammani yig'ilib kelgan vaqtida mana shuning asosan shu biz do'st bo'lgan odam birinchi aqlli bo'lish kerak. İmandar bo'lish kerak, taqvo deganning ma'nosi. O Allah'ın qo'rqadigan taqvo bo'lsa, o bizga shu vafo, do'stning vafo bo'lish kerak, u bu deb so'zlab shu vafo qilish uchun shunda aql bo'lsa, iymon bo'lsa, vijdon bo'lsa, o bizga vafo qiladi. Eksi o yaratgan egisini tunamaydigan inson bo'lsa, yaratgan sana ne'mat bergan, yo'qlarni paydo qilgan, eganga vafo qilmagan insonning do'stning vafoning kelishiga kutish qiyin endi. Şuna bizningki do'st bo'ladigan odamningki asosan aqlli, iymondor, taqvodor shunda odam bo'lishiga alayda biz diqqat qilsak, inshaalloh do'stlikda muvaffaqiyatlarni qo'lga keltira olamiz. Endi qarindoshlik bo'lgandan keyin qarindoshlikning albatta ham bir qarindoshda haq-huquq bo'ladi. Biz bu qarindoshlikning haq-huquq ustida biroz tushuntirib o'slar. Bu haqiqatan har qanday ishning bir bedeli var. Yani bu İslami qarindoshlik, biz din qarindoshlik deydiganmiz ve normal insanlar o'tirdagi munosabatda albatta biz birisi bilan do'stlashdik, qarindoshlar o'tirdi, bir qancha turli haq-huquqli bo'ladi endi. Eng oddiysi bizning qarindoshimiz bir qiyinchilik chiqib qolsa, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan bo'lsin, biz darhol bütün imkoniyatimizni ishga solib, qo'limizda pul bo'lsa pul, huquq, mansab bo'lsa mansabni ve imkaniyetimiz bo'lsa uni ishga solib shu yeni bizning haqiqiy qarindoshimning qiyinchiligini hal qila oladigan bir seviyede bo'lsak bo'ladi. Bu endi eng birinchi darajadagi huquq shu biz o'zimizdagi narsalarni, imkoniyatlarni o'zimizning qarindoshimizdan ayırmasligimiz bu birinchi haq. Onun keyin yani biz do'stlik, qarindosh bo'ldik dedik. Haqiqiy qarindosh bir-biriga hamkorlashadi, bir-birining dard alamlarini hamdam bo'ladi,
bütün imkoniyati bilan do'stga yordam qiladi. Ammo shu halqadagi ko'p insonlarda davomli mayli siz degandek Facebookda olsun, Twitterda olsun anglaymiz. Haqiqiy do'st sening beshingga kun tushganda sen bilan birga bo'la olgan inson do'st deydi. Yani bu do'stlik haqiqiy do'stlik bo'ladi. Undan keyin inson bizning haqiqiy do'stimiz, qarindishimizning biz mayli bor yerida bo'lsin, mayli yo'q yerida bo'lsin, shu qarindoshning alayhiga ziddiga so'z qilmasligimiz lozim. Bu qarindishimizni biz yo'q yerida bor yerida o imkoni yo'q, albatta uni mudofaa qiladi. Ammo yo'q yerida biz shu qarindishimizni mudofaa qila oladigan, qarindishimizning ayib nuqsonlarini ko'rmaydigan bir imkoniyatni o'ttirib chiqarishimiz va biz shuni o'zimizni ko'ndirishimiz lozim. Yani bu hamda do'st qarindoshga bo'lgan eng oddiy haqqi endi. Yani bu to'g'ri inson ba'zi xatolashidir. Ba'zi qarindishingdan ba'zi ishlar sodir bo'lsa, uning ichida yemmay, sabr qilolmay, ba'zi so'zlab qoladigan ishlar bo'ladi. Ammo bu shu inson haqiqiy bir qarindoshlikni o'zlashtirman deydi ekanmiz. Buningga sabr qilishimiz va qarindishimizning imkon bor aybini yo'gab, yaxshiliklari bo'lsa, uni namoyon qilib, yaxshiliklari bo'lmagan taqdirda hech bo'lmasa biz sukut qilishni o'zimizga nima qilishimiz lozim. Bu munosabatdan ham shu qarindoshlikni chingitadigan, kuchaytiradigan bir qancha omillarni o'limali o'tirib qo'ygan ekan. Shuni bir oz bu yerda qistirib o'tishni muvaffaq ko'rdim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bir hadisida sen bir odamni yaxshi ko'rsa, cho'qim uni yaxshi ko'rganligini deb qo'ysin. Biz nurg'unlagan masalan qarindoshlarimizni yaxshi ko'ramiz. Nereden? Onun taqvoligiga, uningki halol odam ekanligiga, yaxshi odam ekanligiga, axloqli odam ekanligini ko'rib yaxshi ko'ramiz. Ammo yuziga uni biz sizni bir Alloh yaxshi ko'raman deyishni sal qaraymiz. Shuning bilan u do'stimizdan ziyon tortib qolamiz. Shunga bu do'stlikni kuchaytirishning yo'llarining biri biz yaxshi ko'rgan har qanday odamga xabar qilib qo'yish bu payg'ambar alayhisolamning sunnati ekanda. Ikkinchi bu endi shu do'stlikni kuchaytiradigan yana eng oddiy bir usullar bu sünnetning asl delili var. Aslında qarindoshlarimiz bir safarga mangsa, bir yerga mangsa, uni chiroyli uzitib duo qilishni tilashgan. Bunun da Hazreti Ömer radhiyallohu anhu aytdi, men payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bir umr qilib kelay deb ruxsat so'ragan edim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam ma'qul do'si umr qilib kelganda bir ruxsat berdi. Shuning bilan Rasululloh ruxsatni berib aytdik, "Ya Ömer, bizga shu haramga kelganda duo qilishni unutma" degan payg'ambar alayhisolatu vassalam. Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu aytdi, "Men Rasulullohning bu so'zini dunyoga tegishmagidek bir so'z angladim, xursand bo'lib ketdim. Davomli bu so'z meni esimga kelsa, ashu Rasulullohga bo'lgan muhabbatimni taqim ashuratdi" degan ekanda. Endi biz sal qaraymiz. Albatta bir qarindoshning bir qarindoshga duo eslab turish, duo qilib turish, u qarindoshimizning bizga duo talab qilish, qarindoshlikni kuchaytiradigan omillarning biri ekan. Yana biri qarindoshlikni kuchaytiradigan omillarning biri qarindoshlarimizni, do'stlarimizga uchragan aman, onunga tabassum, illiq chiroy. Qarash. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda sizlarning biringlar bir yaxshi ishni hargiz tuvan ko'rmasin. Kichikkina ish bo'lsa-mu, tuvan bir yaxshi ish bo'lsa, buni qilib agar yaxshi topolmasa, bir birodarga yaxshilik qiladigan, qo'llashganda ish kelmasa, shu birodarlar uchrashganda chiroyli tabassum chiroy uchrasin. Agar bir go'sht sotib olsang yoki bir go'sht qaynatsang, suyini jiqrab qilib, unadan sen shunda qo'shnilaringga, o'zing do'stlaringga bergin degan mazmunda payg'ambar alayhisolamning vasiyatlari bor. Bunun chiqdiki, biz qarindoshlarimizga hech bir ish qilib bermasakmi, illiq chiroy muomala qilish. Yani payg'ambar alayhisolamning bir hadisi var bu vaqtda, mashhur. Tahaddu tahabbu degan. Yani o'zaro hadiya berishib turinglar. Shuning bilan do'stlikni kuchaydi. Yani bu do'stlikni kuchaytirishning yo'llari bak ko'p. Boshda uchirgandikilar salom qilish. To'la ba'zi qarindoshlar yo'lda uchrashsa ko'mas kisib o'tib keladigan ishlar bak ig'ir. Bizning xususan bu Uyg'ur jamoatida ko'mas kisib o'tib keladigan. Asli bu bir musulmon uchrashganda onunla salam qilishning o'zi cho'ng bir ne'mat, ham bir cho'ng ibodat, savob ish. Ham shu savobni normal bir ishlar bilan, hali qanday qarindoshlar bilan ko'masib o'tib keladigan ishlarimiz bu faqat bo'lmaydigan ish. Buningga
sel qaramaslik lazım. Yana bu Minhajul Muslim degan kitapta Abu Bakr Jazairi degan shunday bir so'zi ekan, haqiqiy qarindoshlar o'ttirida qarindoshingning sen bir gunoh qilib salgan, gunohi kabir o'tkazib salganni ko'rsangmi, uningdan darhol ham bu falan yerda ma gunohni qilib turdi. Bugun tatib men bunga aloqamni kesiman deblam, aloqani kesma. Unga munosabatni burunqidek saqla, ammo uningga normal sen nasihat qil. Yoki bo'lmasiz bu gunohni nima uchun sodir qildi? Bu mening sen qarindishim, bunda gunoh sodir qilgan odam emas. Nima xafa qildi, nima ish qilgan deb uning iloji va bir nasihat qilib, chiroyliqcha buni hal qilishga tirish lazım. U yerdan birisining bu ba'zi ishlar sirtdan qaramoqqa gunohdek ko'ringan bilan amaliyotda uning ichki siri, ichki dunyosini bilmaymiz. Shu asosda bu haqiqiy do'stlikni chingitishning yo'llari nihoyatda ko'p. İlacı var, bunun da sabırchanlik bo'lish, qarindoshlar qarta, shunday yomon gumon qilishni tashlash, davomli biz qarindoshlarimizni yaxshi gumon qilish. Azroq bir vaqa sodir bo'lsa, yoki bizning ma planning ishi bunday ekan, yo bu buning bunda xatoliklari ekan, yo pana bilan maishni qilishibdi, yo puston bilan muomalada chatoq chiqiribdi desa, u o'zimizning haqiqiy qarindishimizdan o'zidan o'qib ahvol nima ish bo'lgan degan narsani so'may turiblam, boshqa yo'ldan anglab adovatlashadigan, qaramay mangadigan, gumonxo'rlik qilish bizga faqat yoqmaydigan ishlar. Endi yana shu do'stlikni chingitadigan, qarindoshlikni qo'lga keltiradigan amillarning biri bizningki qarindosh bo'lmoqchi bo'lgan yo qarindosh bo'lib bo'lgan birodarlar bo'lsa, bu bilan badikat ziyoratni ko'paytirish. Bu vaqtda hadis qudsi varken Allah Teala mening muhabbatim mening barimda muhabbatlashganlarga vojib bo'ldi. Mening haqqimda bir-birini ziyorat qilishganlarga, mening haqqimda bir-biriga sovg'a salom qilishib turganlarga meningki muhabbatim vojib bo'ldi. Bu haqiqatan biz buni bekchon qilamiz. Shunga biz qarindoshlarimizni imkon shu ziyorat bir-birining uylarına olsun. Hiç bo'lmaganda bugungi kunda telefon ziyarati. Ba'zi qarindoshlarimiz qiladi. Taş endi bir qarshi taraf do'sti telefon qilmag'ichilik, telefon erishga bo'yna bo'lmaydigan ahvollar. Telefon qilsa xo'shlab ketadi, naydi. Ama o'zi telefon qilishga sal qarab qolgan ishlar bor. Bu anda inson tuyib tuymay shu bizdagi bir kibir degan xafalık, o tekabburlikninki alameti endi bu. Hali kadar qarab turib telefon qilmaydigan, hatta bir harcımız tushimi, bu menga telefon qilmaydi uzun bo'ldi, meni tashlab etdi, men buni yapmayman deb qiladigan ishlar hammasi kibirning jumlasidan. Valanki insonning qalbida qichining danishchilik, kibir va adam jannat kirmaydi degan Buxoriyning mashhur hadisi var Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Ahvol bunday bo'lsa, mushu biz o'zimizning qarindoshlik rishimizni texmo chingitish yo'lida bizga mushu yomon illat kibir buningga to'saliq bo'lsa, qat'iy bo'lmaydigan ish. Yana bu endi rishimizni mushu qarindosh qilishni chingitadigan amillarning biri qarindoshlar o'zaro bir-birini munosabatlar, har xil bir munosabatlar kelganda tabriklab turish. Masalan, bir qarindoshimizga Janob Alloh farzand berdi. Bu munosabat bilan adam bakan ve ziyaret qilg'ili yoki bir telefon qilg'ili ba'zi inson sil qarab qolsin, munosabat bo'lgandan keyin darhol shu munosabat bilan elib bir farzand kelgan bo'lsa uni tabriklash, uyni ko'chgan bo'lsa yoki bir narsa yangi bir narsa sotib olgan bo'lsa, har xil bir munosabat bilan shu qarindishimizni tabriklasak, cho'qimki qarshi tarafdan inson qalbi eriydi, uning bo'lgan bir muhabbat ziyoda bo'ladi. Bu muhabbatdan yuqori deganigidek, bu qarindoshlik rishimiz chingsa biz birinchidan Alloh azza va jallaning rahmatiga erishamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuqorida bu oyatni so'zlab o'tdilar. Bu qarindoshlik degan Allohning katta ne'mati. Qarindoshlik bilan millatning beshiga kelgan, ummatning beshiga kelgan xorliq ketadi. Zulmga uchrash tugaydi. Qarindoshlik kuchaymaydi ekan, qolgan ishlarni gap ochmoq qiyin. Hamma ishning g'albininki har qanday muvaffaqiyatninki birinchi qadami biz qarindoshlik ulumuzni mustahkamlab chiqsak, bir-birimizga bo'lgan ishonchlik, bir-birimizga bo'lgan do'stligimiz kuchlanib mangsa, inshaalloh biz Allohning rahmatiga erishimiz, dunyoning izzatini erishimiz, oxiratning ham
izzetinden Allah birmen deb va'da qildi, arshining tuyida. Hech qanday bir say yo'q kuni. Hatta bu peygamberlarmi, şehitlarmi şunda o bu kimde acayip gidek hemiz karışıp ketgedek bu orun Allah yolunda dostlaşıqanlarga, qarindaşlarga berildiganligini tunib yetdik. Allah hemmimizning cümlenin üzümüzne hem mush qarindaşlık meselesiga ahmiyet berdigan musulmonlarning qilsin. Endi bu şu qarindaşlıkninki bara bu valla bara qandaya bilan qarindaşlık buluş, qandayaning qarindaşlıkdan yiroq dostluk talep qilsa bunun dostluğunu qabul qilmasligimiz kerak. Bu haqda yana bir so'zlasizlar. Şu qarindaşlıkta, əlaqədəki qarindaşlığın prinsipləri asası bu təvəlla, təbərra degan iki hukuma bölünədəndi. Bu Arapçada təvəlla, təbərra degeni Allah'ın dostu bilen dost buluş. Yani Allah yaxşı görüdüğün, Allah'ını mı yaxşı görüdüğün müminler bilen dost buluş ve Allah'ın düşmanları bilen çıkarıga buluş, ular bilen hakiki dost bulmaslık. Yani bu prinsipni hususen biz Uygur cemaatine ait yaxşı düşünüşümüz lazım. Nimişka biz davamlı aşındak biz bilen dindaş bolmagan, biz bilen kan qarindaş bolmagan, belki bizge zulüm kılıvatkan, bizge bütün küçüğüyle üzünün yamanlık garizini, yaman niyetini çeçivatkan, bizni belki bir meydanda yaşaş, bizning yaşaş hakkımızını itiraf kılmavatkan bir düşman bilen yaşaşka mecbur. Bundan bir yaman vaziyette biz Müslümanlar şu Allah'ın dostluğunu dost tutuş ve düşmanıge düşmanca muamele kılış prensipini bilişimiz lazım. Bunu da nihayet köp bir dairesi köp mesele bu. Hem belki sezgür, hassas mesele. Yani bizning başta degandek bütün müminler Allah'ın müminleri bizning qarindaşlarımız. Bütün müminler bizning qarindaşlarımız dedik. Onda olgandan keyin musulmonlarimiz bir qarindaş, birbiriga yani bütün imkaniyeti bilen birleşke, ittifaklaşka, qarindaşlıkni kuchaytirishga tirişishi lazım. Xuddi müminga xuddi bir binoga o'xshash. Binoni hammasini bir-birisi chingitadi deydi o. Şu mazmuni. Shunga o'xshagan müminlarning o'tirdiq qarindaşlık aytib puxta bo'lish lazım. Ama düşmanlarga qarata bizga zulm qilgan, bizga yomonlikni iroda qilgan insonlarga qarata biz ular bilan chek-chekerimizni ayrım tutuşumuz lazım. Ular qarta muamelini şu düşmanga qilgan muamele qilishimiz lazım. Yani onun ma'nosi yolda uçursan uçurayada tükürüp tırlap mangan emas. Biz normal ictimai münasebette ular qarta muamelini çek-çekerini oturup koyuş lazım. Hiç kaçan bir düşmanını, bir kafirini bir Müslüman bilen bir oranda koyuş olmaydı. Ama maalesef yaman yerleri bizden Uygur cemaatide üzden meyli iktisadi menfaati olsun, ictimai ornu olsun, ya mensep olsun, öbür türlük nurgun meselelerde o üzden Müslüman qarindaşlarını bir yerde koyup şundaq zalimlarının, dinsizlerinin, kafirlerinin, o başkalarının arkasından yuguraydigan, ularga hoşamat kıladigan, ularga hadis oğatlarını bir turadigan işler bu nayet bek eğer. Bu hamda muşu İslam'ın qarindaşlığının muşunda tevella teberra Allah'ın dinine dostluğu dost buluş, düşmanıge düşman buluş prensibiga tamamen zıt işler. Yani muşu işlerini hakiki Müslümanlar bunu elbette fark etişi, his kılışı lazım. Eğer bunda qarindaşlıkta dost düşmanını, Müslüman kafirini fark etmeydiğin insanın tapkan pulusu haram, onun muamele kılışmı haram, Unda insanların insan katarda körüşme haram. Nimişka sen üzanın dini qarindaşının bedelige, onun menfaatinin üstüge sen zalim bilen, kafir bilen, dinsiz bilen apak çapak buluşan, onun olan ağız burnu yalışan üzü senin insaniyetinin ne kadar tüvenliki, düşkünlüki, pestlikini bildirirdi. Şunun için bu İslam'da bu bek hatarlık mesele. Bu İslam'da emez, bu insaniyet dünyasıdır mı? Bu dünya, biz zaten bizden menfaatimiz nerede? Bizden zihnimiz nerede? Muaminin dostlarım kayada, düşmanlarım kayada ve kaysı meydan duruş lazım. Bunu his kılamırsak bizde bir insanlık, Müslümanlık, bir millet buluş salayetimiz yok aydandı. Şunun için bu hatarlık mesele. Bunun karta nayeti yaxşı
insanların düşüncesi aydın buluş gerek. Bu qarindoshlik masalasının muhimligini taxamı chunqurlab tushunayapmiz. Yani bu masalanaga taxamı bo'lgan ko'z qarashimizni taxamı kuchlantirishimiz uchun, yaxshi bir tushunchalarni bilib olishimiz uchun ama shu qarindoshlik haqidagi salaf solihlarning ulamoning ba'zi so'zlarini berib qistovim keldi. Mu'minlarning amiri Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytgankan, Alloh azza va jalla sana bir musulmon bir do'stini rizq qilib bergan bo'lsa, sen buni nihoyatda ching tutqi deb tablagan ekan Umar ibn Xattob. Bir musulmondan sen Alloh bir qarindoshni rizq qilib bergan bo'lsa, buni bak ching tutqin. Bu Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Yani ba'zi qarindoshlarimizni ko'ramiz. Koni burun do'stlarni tashlab qo'yib turib, yangidan do'st izlaydigan. To'g'ri, yangidan do'st izlanib, qizib, do'stimiz qancha ko'paysa yaxshi. Avvaliki biz bor do'stimizni-chi, uni ching tutishimiz kerak. Qo'yib bermas. Madam o taqvo, shariatga o'lchimga tushadigan iymondor, vijdonli bir do'st ekanmiz. Ba'zi insonchilik xabluqlar bo'lgan bo'lsa-mu, afv qilib, kechirim qilish orqali, ya'ni qadimiy do'stingni plandan ching tutgan, uni qo'yib berma deb vasiyat qilgan ekan. Yana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning yana bir alayliklar zikr qilingan bir hadisda. Umar ibn Xattob kechilik namozini o'qib, tahajjudni o'qib, mush arliqli duolarida o'zining nimalarga duo qiladi ekan. Alloh yo'lidagi qarindoshlarga duo qilib, shuning bilan uning ishtiyoq tutib ketdi ekanda. Yendiki xuddamlari, hatta ayollari uni anglaganligini rivoyat qilgan ekan. Bu kecha nimani tanlatmas ketdi. Shu Alloh yo'lidagi do'stlarga duo qilib, uni iziga kelib sig'inib ketib, bu kecha uzrab ketdi. İştirak tanlatsa, men tang yursa, men shu do'stimni bir ko'rib olsam bo'ldi deb uyda bo'lib ketdi. Bomdat namozni o'qib masjidga yenibla, shu yana bir yuzda yoki atrofidagi mahalda boshqa masjid namoz o'qigan do'stlarini yugurib, tezlik bilan berib yo'qlab quchoqlashib ketadi deydi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu alayliki. Men qarindoshlikqa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu musha qadar ahamiyat bergan. Yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zining ashablarini Alloh ziyorat qilib berib aytganki, sizlar bo'lsanglar, mening g'amimningki ketadigan, sizlarni ko'rsam mening butun g'am andishlarim ketadi. İnsan hakikaten biz do'stga ehtiyoj, do'stsiz yaşamak qiyin. Bir adam yurak ağrıdığan işler buludu, ko'ngilsizlik işler buludu. Qarindoshlarimizni ko'rsak, cho'qim butun g'am nimalarni unutmaymiz. Ro'yatimiz boshqacha yanildigan gap. Shunga o'xshash yana nimadan Umar ibn nimaning bir so'zi bor ekan. Abu Bakr, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu haqida rivoyat qilgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir yerda ko'rib qolsa, Abu Bakr radhiyallohu anhuning boshlariga suyib ketadi deydi. Alloh yaxshi ko'rganlikdan. Endi albatta Umar ibn Xattob bilan bu Abu Bakr radhiyallohu anhuning do'stligini tasvirlab tugatkisiz chin do'stlik bo'lgan qarindoshlik buni o'tirsa ekan. Sig'inib ketib, bir qancha soat ayrılib qolsa, bir yerda ko'rsa, qaytib uchrashsa, boshlariga suyib ketadi deydi. Bu vaqtda nurg'ulgan ulamoning so'zlari bor ekan, vaqt munosabati hammani deyish bu yerda vaqt yetmaydi. Al muhim biz shu salaf solihlarningki bu qarindoshlikqa bo'lgan yo'llardan biz o'rganib, qarindoshlik muomalamizga alayda bir ahamiyat bersak demakchi. Bu masalada şu qarindoshlikning eng xatarlik bir omillaridan bir yadım kelyapti. Bunda qarindoshlikni biz imkon bor diniy qarindoshlik, har xil qarindoshlik, ijtimoiy munosabat qarindoshlik, qarindoshliklarni kuchaytirishimiz, do'stlarimizni ko'paytirishimiz va do'stlarimizning o'rtasidagi munosabatni kuchaytirishimiz lozim. Ammo buningga eng xatarlik masaladan birisi shu aramizda, xususan bizning jamiyatimizda, Uyg'ur jamoatchiligida ig'ir ko'rilayotgan masala mushu manfaat do'stligi. Bu hammadan yomon xatarlik masaladir. Ama men biladigan ba'zi insonlar Turkiyadami, Misrdami, boshqa vatandami, eliqidek davomliq badikaldiz qo'yib, her hafta demelish kunlari bo'lsa, oilalar bir yerga yig'ilib o'tirishgan, suhbatlashgan, nihoyatda unsi ulfatlik, xushal-xuram inoq bir do'stlikni davomlashtirgan. Ama bularni qaradigan bo'lsak, to'lisining aqsda eliqidek bir
manfaati var. Ticareti birga bo'lgan, shiriklashgan yoki uningdan mal oladi, buning mal sotadi, bir ishi bor endi. Ammo shu manfaat üzülgen kunisi ba'zi vaqtlarda shunday yaxshi qarindoshlarning to'satdan xuddi qaynagan suv qozonga suv qo'ygandeklar to'xtab qolgan, oilasi birga kelmagan, bu biz biladigan naqadek hafta-haftada o'ltirish, yig'ilishadigan ishlar to'xtab qolganini ko'ramiz. Bu acaba nima bo'ldi, bu nima ish bo'ldi desa, buni surishti qilingan taqdirda bularning shunday tijarati bo'lgan va ishi birgaydi, ya bu tijoratdan ayrildi, yoki bo'lmasa bularning olg'i vergisi tugidi, shunga munosabat kesildi deydi. Bu endi shunday batil, xatolik ustiga qurilgan do'stlik endi. Shunga bu do'stlik haqiqiy turda Alloh uchun bo'lsa, islomiy qarindoshlik bo'lsa, yoki bo'lmasa bir insoniy qarindoshlik demamdi. Men madamni mama ishlarni yaxshi ko'rdim dedikmi, uning hech qanday manfaat to'qinishi bo'lmasligi lozim. To'g'ri, bu din manfaat ustiga qurilgan din. Biz musulmonlarning manfaati va dinimizning manfaati va o'zimizning manfaatimiz var. Ammo bu manfaatni biz moddaga bog'lab qo'ymasligimiz lozimki, bu moddiy aloqamiz uzilganligidan bu do'stlik aloqamiz birga tugab ketadigan. Shunga bizning bu rishtimiz, qarindoshligimiz haqiqiy qarindoshlik bo'lsa, shunda qiyomatda Allohning soyasidan soyidaydigan, bizni jannatga olib boradigan mushundaq ulug' g'oyalik bir qarindoshlik bo'lgan bo'lsa, bu moddiy manfaatlardan tamamen xoli bo'lish lozim. Agar undan bo'lmagan taqdirda bu qarindoshlikka ig'ir daz ketadi, qarindoshligimizni saqlayolmaymiz. U vaqtida bizning islomimizda chatoq chiqadi, iymonimiz chatoq chiqadi, bizning yuksak g'oyamiz bo'lgan Allohning rizoligiga erishish degan bu g'oyaga yetishimiz qiyin bo'lib qoladi. Shu sababdan bu diniy qarindoshlikda shu manfaat qarindoshlik bo'lmasdan diniy qarindoshlik, islomiy qarindoshlik bo'lish lozim. Bu vaqt ulamoning nurg'ulg'an so'zlari va ba'zi qissalar bor ekan, albatta sizlar so'zlagan qissalar yetarlik. Bu dunyolikdan ustiga manfaatiga bog'langan do'stlik shu manfaatdan chataq chiqqan soatning, sekundning ichida o'ran bo'lib tugaydi, hatto u dushmanlashib ketadi deydi. Allohning yo'lida bog'langan do'stlik bu davomlashidir. Bu dunyodami, oxiratdami insonga yaxshi natijalarni olib keladi. Endi bu Alloh yo'lidagi muhabbatning mevalaridan bir qanchasini so'zlash to'g'ri keldi bu yerda. Buning mevasi aql egallariga yuqori so'zlar yetarlik. Shundan endi fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ana bu eslatish albatta mu'minlarga foydali. Birinchi cho'ng foyda bu do'stlik, sharaf va izzat. Buningki mevasi do'stlik bayada sharaf bo'ladi, do'stlik bayada izzat bo'ladi, do'stlik bayada g'alaba bo'ladi. İkinci yana bir cho'ng mevasi bu oxiratlik nimasi, shu qiyomat kuni yuqorida deganidek Allohning arshininki nimasida saydab o'ltirish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadis aytgan, bir xaloyiqning bir turkum odamlarga bir arshining atrofiga bir nayt ali o'rindiqlar qo'yib berildi. Ularning yuzlari tulun aydagidek Bedirki, yani 14 kunlik tulun aydak bo'lib ketadi. Hamma odam shunda perişan bo'lgan vaqtidami qiyomatning perişanliklarida bular perişan bo'lmaydi. Xalq qo'rqib ketgan vaqtidami ular qo'rqinch etmaydi. Bularda ham endişelaydigan narsa bo'lmaydi degandan keyin sahobalar so'raydi, "Ya Rasululloh, kim ular?" deganda, ular faqat mushayat dunyoda Alloh yo'lida do'stlashganlar. Ana bu muhabbat, ya'ni Alloh yo'lida do'stlashish, Alloh yo'lida bir-birini yaxshi ko'rishningki dunyolik foydasi izzatga erishish, g'alabaga erishish, oxiratdagi foydasi mana Allohning rizosiga erishish. Agar yana boshqa qo'shimcha qiladigan so'zli bo'lsa, boshqa qo'shimcha qiladigan so'z yo'q. Endi biz bu endi qarindoshlik ustida Qur'on, hadisdan, ulamoning so'zlaridan ba'zi ko'rgan, bilgan tajribalarni so'zladik. Mushuni endi iloji va mush qarindoshligimizni bu bir nazariyani amaliyotda tatbiqlash uchun albatta biz badal to'lashimiz lozim. Her cihetten bedel to'lash to'g'ri keladi. Shunday qarindoshlarimizning ig'irligini ko'tarish,
Ular bizga ba'zi xatolaşib salsa, onu kechirim qilish va shunga o'xshagan qarindoshimiz yo'lida biz bütün barlığımızdan atayalaydigan bir seviyeye yetişimiz lazım. Bunun için üzümüzü köndüreş, etrafımızı köndüreş ve bazı adetteki bir xo'roq gaplar bilan aramızı soğup kaladigan, dostluğumuzu boşab kaladigan işler bo'lmaydi. Nima ish qilsa, bu biz bir qarindoshlar, Allah yolunda dostlaştık, dini qarindosh bo'ldik, xizmat qilyapmiz. Ama bu aramızdaki pasifirat bazı bo'lmag'ur so'zlar bilan dostluğumuz, qarindoshligimiz so'g'ib qolsa, bu yalnız bizler bilan tugamasdan bu umumiy musulmonlarning, jamiyatning, ummatning manfaatiga ziyon yetkazadigan, ishlarimizni aqsitib qo'yadigan, biz yaxshi ravishda xizmat qilolmaydigan, xususan diniy va ijtimoiy mayli siyosiy yo'lda xizmat qilayotgan qarindoshlar mushundaq ba'zi ishlar bilan qarindoshlikqa dars ketib qolsa, boshqa umumiy musulmonlarning, umumiy xalqning, vatanning, millatning, dinning manfaatiga ziyon yetadigan, ta'sir etadigan ishlar bor. Shuning sababdan biz endi bu asosiy muhim g'oyaga yetish uchun bu oramizdagi ba'zi ishlar sababdan bizning bu qarindoshligimizga dars ketadigan, buziladigan va bu bizni haqiqiy ulug' g'oyadan to'sib qoladigan ish bo'lmasligi lozim. Mening qo'shimcha qo'yadigan masala o'shanda. Hadisda ishorat qilingan şeytan o'zininki nimalarga, qo'l ostidagilarga, shaytonlar, kichik shaytonlar xizmat taqsim qilib, onun xizmatini surishti qilib, bugun nima ish qilding, sen nima ish qilding desa, bisman bir odamni ozdirib, baraq chiqizib eski kishini qilg'izdim desa, hamman deb kelib, onun amallari hech qanaqa yaramaydi ekanda. Ana axir sen nima ish qilib kelding deb birsin so'ragan, men Alloh yo'lidagi cho'ng muqaddas bir ishlarni xizmatni qilayotgan ish qarindoshining o'tirisini buzib keldim degandan keyin sen yaraydi ekansa, kelsen bugün tap hukukun üstü dep üstürlüğüne. Demek bu hadisten biz nasının bizge nait çoğun bir işaret çıktı ki bu mühim hizmet üstüdeki qarindoshlikning ne kadar mühimligi. Bu mağlup olsa, bu qarindoshlik buzulsa şeytanni hoş qilamiz. Nurg'un ummatga ziyon ekil. Demek bu qarindoshlik shaxsiy meselesi emas. Bu ummat meselesi, millet meselesi, din meselesi. Hürmetli qarindoshlar, programımızın bir yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli vaqtinglarni berganinglarga rahmat aytamiz. Yana qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan bu yerda xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.